Men uyda edim, men qaror qildim. Navigatorga kirdim. Adresni yozdim. Masofani ko'rdim. Darhol yo'lga otlandim. Vaqtga bir qarab olamiz. Men shu tomondan ketishni lozim deb topdim. Kanalda suv yo'q. Tak, mana yerda avariya. Mana shu tomonga qarab ketyapmiz. Asosan mana shunaqa обочинаdan yurishga to'g'ri kelyapti, chunki trotuarda o'zi yo'q. Tak, mana bu yerda kuchuklar galasini ko'ryapmiz. Mana bu kuchuk o'z o'ljasini paqqos tushirayotgan vaqtda bu uxlab yotibdi shekilli. Mana boshqa kuchuklar kelib uning o'ljasini olib qo'yishdi. Zo'rdan zo'r chiqar. Mana uxlab yotgan kuchuk ham o'rnidan turyapti. Ana shunaqa. Tak, shu ketishda mana Kalga yetib qopmiz. Dilshod o'rtog'imizni Маршрут перестроен. qishlog'i. Tak, mana biz hozir O'zbekobod bekati do'koni ekan. Tak, mana Zafar degan yozuv tablichkani ko'ryapman. Tak, mana Zafardaman. Hozir bu yerda Anor degan kafe bor ekan. Shu yerdan o'tib ketyapman. Mana manzilga yetib keldim. Mana Hamas. Mana Chevrolet avtosalon. Mana svetofor oldimda. Soatlar to'g'rilab olamiz. 14:24. Agarda kim piyoda kelganimga shubha qiladigan bo'lsa, mana oyoq kiyimimni ko'rsataman. Bu oyoq kiyimlar hozir 20 kilometr atrofida masofani bosib o'tdi. Mana Zafar svetoforning oldidagi xotira maydonidaman. Telefon zaryadasi kam qolgan. Shuning uchun ekran ko'rinmayapti menga gapni ochig'i. Tak, mana hozir mashaqdan ketamiz. Chiqib paputimi yo pitak shetdami, chiqib shetdan ketamiz. Mana bir kishi begoda deyapti.